Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Bag'atdamiz. Bag'at Dekan bozorida shunday jaluzilar do'koni ochilibdi. Hozir sizlar bilan xudo xolasa shuni bir qator obzorga o'tib ketamiz. Qani ketdik. Bu yangilik-ku. Assalomu alaykum. Mana shunday Dekan bozor qishlog'ida jaluzilar do'koni ochilibdi. Bu ağamız xudo xolasa. Qancha turlari bor endi buning, baholari nechik? Shular bilan bir danishtirib bersangiz endi buni. Bu ağa jaluzining 5 xil varianti bor bizda. Ha. Combo, yani dikey, baxta dikey degan turlari bor. Roloshto degan xillari bor. Bu yerda keyin plisi deb atalgan ramkaning ichiga qo'yilgan xillari bor. Yani bir de bambu xillari bor. Turlari ko'p, mingga yaqin assortimentlar bor. Bularınız mı degan tur bu shular? Pastdagilar. Bu kombolarning kolleksiyasiga borib bahosida ketadi biz uchun 0 dan boshlab 5gacha bor. Hozir kombo deb ataladi. Ha, kombo deb ataladi bu turlarini. Bu yana hozir bu pastdagilar eng arzon variantlaridan. Bularcha so'm, eng arzon variantlar qancha so'm? Arzoni 80 dan boshlanadi, ta 450 gacha bor kvadratidan. 80 dan kvadratini. Ha. 80 dan boshlab. Xalq tushunadigan narsa, misol uchun yine 120 ga 150 aynalar, standart aynalar uchun shularning baholari o'rtacha so'mdan shular. Shu durishimiz uchun hozir 220-230 ta tushadi bu. Agar yana bir xillari bor buni, hozir yana ko'pchilik doğrusu farqına bormaydi. Misol uchun bozorlarda ko'pchilik arzon deb aytadi-da, ko'p mijozlarimiz deb aytadi. Bu yana shularni o'pish hamma narsasi alyumindan buniki. Bu yerda mexanizmlari bor, misol uchun imbillar yana hamma narsa alyumindan bizakda. Endi plasmas xillari bor, ular arzonroq doğrusu. 80 ming so'm. Ha, bu endi alyumin variant, yaxshi variant bo'lsa qimmatroq. Ha, tavsiya beramiz, doğrusu alyumin yaxshi, alyumin ozgina puldan qochib alyumin yaxshi. Ha. Plasmaslar ham bor. Ha, qani bu misol alyumin variantlarini shunday yaxshiroq variantlarcha so'm bo'laydi, kvadrat bilan. Arzonlari 90 ming so'mdan boshlanadi. 90 mingdan boshlab 450 gacha bor. Şu neçəgənçə işi? İş turuşu. Hozir 1.45 ga 1.70 bo'lar. Standart aynalarni maslab etkab qo'yamiz bularni. Agar misol uchun srochni kerakdigan mijozlarimiz kelsa, to'g'ri olib borib qistirib beramiz, o'zimiz o'lchab, razmer olamiz, olib borib qistirib beramiz hammasi. Hammasi besplatniy bo'ladi bular, ichida hech qanaqa qo'shilmaydi ular. Qani shu implaningiz ham chiroyli sifatli ekan bu. Roloshto deb aytiladi. Bularning zashtasi bor, orqasidan yana zashta deb aytiladi. Shu baho shunga qarab o'zgaradi aynan. Xohlasalar ko'tarib qo'yadilar. Bu ochiq turadi. Keyin xohlasalar buni tushirib chiqadilar. Orqasiga отдельный sepchasi bor. Keyin bu bahosi operatsiya haqida. Ha, shuni yana 80%ligi bor, 50%, 100%ligi bor. Zashtasidan. Hozir bu 80%lik. Bular şu 300 dan boshlanadi bular. 300, 450 gacha bor. Shu foizdan qarab o'zgaradi bahosi. 350, 400 deganingiz shu standart aynaning bahosini aytishmi, kvadratmi? Ha, kvadrati. Ha, bular sal kamadroq. Bahosi shu zashtasidan qarab o'zgaradi bularni. Bu endi gullar har rangini tanlayveradi, ha. Ish turishuncha so'mmi, ish turishi? Ish turishidan 800 ming so'm hozir. 800 ming so'm, ha. Bu variantlaringizda? Bular yine kuxniyalarga qo'ysa bo'ladigan variantlar. Ha, kuxniyalar. Bular bu durishini misol uchun ikkinchi kolleksiya deb ataladiganmi? İkinci kolleksiya bular shu ko'rasizlar. 420 ming so'mlar bo'ladiganmi? Shu durishlar. 400-420 ming atrofida. Ha. Mana bu mehmonxonalar uchun yaxshi ekan. Bu dikey deb ataladi. Bu pardalari zo'r keldi bular. Mehmonxona ya bir gelin tushak to'y bojaqxonalar, misol eshikka aynalarni qo'yiladi. Misol uchun mana düz qo'ysa ko'p variantlar. Yopib qo'yasizlar, undan. Bu yopiq variant ekan. Ha, bu yoq ko'rinmaydi, yapsangiz. Xohlasangiz bu yoqqa qo'yasiz. Ya. Xohlasangiz to'g'ri qo'yasiz, misol uchun o'rtasi setka bor, o'rtasi bu yoq taraf ko'rinib turadi. Keyin bir qalin narsa soladi, yopilgan otishi ko'rinmaydi shuni hisobini, yoq taraf ko'rinmaydi uni oyna bo'lsa. Aslida yana bir ipi bo'ladi bu yerda, buni ushlab tarsalar ochiladi. Açıp qo'yadilar. Keyin xohlasalar yopib qo'yadi. Xohlagan variantda qo'yish mumkin. Bular o'zi kvadrat necha dedingiz buni? Bular 350 dan boshlanadi 450 gacha. 350 dan 450 gacha kvadrati. 350 lik nechik, 450 lik nechik endi uni? 350 deyilamiz, misol uchun hozir setka qo'ying shu yerda. Ha.
Hem yeri şundan bo'ladi. Ha, bu chetlar ham shundan Ha, bo'ladi. cheti, boğazı bir chetini boshqa qilib qo'yiladi, tovar. Tovar. Bu bundan bo'lmaydi. Hem yeri shundan bo'ladi. Boğazı 400lik bu. Lekin kelishtiramiz. Xudo Ha, xolasa. aytilgandan kelishiladi. Gelişamiz. Ina bu variantlaringizda? Bular shu roloshda degandan bor. Ha, bunun ikisi bir xil. Rangi nasi boshqa. Ha, rangida farqi bor. Keyin bunda bir narsa qolib ketdi. Buni eng zo'r tarafi bor. Her birisi olib turib yuvilaradi. Misol o'rtasi oqku misol uchun. Ha, addin olib. Oq misol uchun servis xohlagan sevitdan tanlaydi. Bu kataloglar bilan bu yerda osilib yana katalogi bor. Shundan tanlanadi aynan. Xohlagan sevitlaringizdan bo'ladidan bularki. Shundan tanlanadi. Keyin mabodo o'rtasi oqimdan tanlab kir bo'lsa, har birisi olib addinni yuvilaradidan bular. Yuvilib, yana utuklab to'g'ri qisib qo'yiladi. Hech qanaqa muammo yo'qdan bu narsada. Keyin plisi degan ramka ichine qo'yiladigan perda. Bu endi bamiz zo'r chiqdi. Har bir eshik ham oynaga ham qo'yiladi. Xohlagan düz qo'yish mumkin buni. Ha. Xohlasangiz ochib qo'yasiz. Xohlasangiz ochib qo'yasiz. Bularning turlari ko'p. Kolleksiyasine qarab baholar. Bular yarım kvadratgacha 110 ming so'm, yarımdan o'tsa 170 ming so'm. Yarım açadan. Yarım acha 110. Ha, yarımdan o'tsa, ozgina o'tsa shu 100 ming uchun tovar shuna qarab metrdan bu. Tovarimiz zo'yor shu 170 ming so'mdan keladi. Keyin bu yerda bambuk xillar ham bor. Bambukdan xalqni bambukni o'zini o'zgargandan bo'ladi bu. Buning turlari ko'p yana. Assortimentim ko'p. Bemalol tanlamanasiz bir kataloglarimiz bor yana. Shularni ochib ko'rsatib bering ha? Ha. Telefon nomerlarimizni telefonlar katalog bilan boramiz. Görüp shundan desalar, o'zim shundan deydilar, tanlab xohlagandan tanlayveradilar. Keyin bizga shuna qarab zakaz o'lchab, tayyorlab olib borib o'zimiz qistirib beramiz. Turlari ko'p. Shu kataloglar bilan borasizlar. Ha, shu telefonlar o'zimiz to'g'ri uylarga borib o'zimiz razmer olamiz, o'lchab tovarni ko'radilar, tovarni o'shab ko'rib, shundan menga kerak desalar, xuddi shundan uzatib o'zimiz olib borib qistirib beramiz. Buning uchun hech qanaqa baho netimiz. Qistirib berganimiz uchun, o'lchaganimiz uchun borib. Keyin bu yerda shu combo degan perdaning premium varianti borda, bu sal qimmatroq, lekin zo'r, sifatidan boshqa narsa bor bunda keyin. Tovarni ushab ko'rganlar bo'ladi, ushab ko'rsalar boshqacharoqdan bular. Buning variantlari ko'p, 5 gacha bor bular. Tanlayverlar ko'rib, bemalol. Bu yana eng arzon varianti shu ham bilan. Bundagimi? Ha, 0 dan 2 gacha bor. Bunda 3-4 kolleksiyalar bor. Bunda 5 kolleksiyasida, endi kolleksiyasida ham shu baho shuna qarab o'zgaradidan bor. Ha, baholar o'zgaradi. Bu nasıl ekan? Bu yana byudjetni deymizmi, eng arzon variant desak bo'ladi. Buni ham shu odnotonli gullar ham bor ham ichida yana. Bundan yaxshilari bor yana. Qanaqa turlari ko'p buni. Bemalol tanlab keyin bu yerda ramkaning ichiga qo'yilgan plis, bu pardamiz ramkaning ichiga qo'yilgan shuni katalogi bor endi. Ya. Mana misol uchun ko'rib yana tovarni ushab ko'rib shundan kerak menga desalar, uzatib beramiz buni. Tanlab. Mana attachment variantlari bilan toza obuylarni qo'shadigan. Turlari ko'p bundan variantlari. Oshxona, kuxni shunchalardan masdan bu. Ofislara qanaqa zo'r. Ha, eshigingizdagina bir ko'rsatib bering-ku, yangilik-ku. Bungisini hali endi ko'ryapmiz xudo xolosa. Bu toza keldi bu narsa. Bu davraklari balki alyuminiydan o'zgargan bo'ladi-da. Ha. Yana misol uchun sezon keldina Yapinglarmi? tortib yapib qo'yadilar. Tovarina qattiq narsa balki. Buyuklarda mijg'ib bo'lib qolmaydi bu narsa. Zo'r narsa. Ya gerekmidi tortib qo'yadilar mana shu yerda turadi, yozda, qishdan turadi, olib qo'ymoq kerakmidi-mi? Bu eshikka xalaqit bermaydi ekan. Bu eshik tashqari tarafidan yopishtiriladi ekan. Eshik misol uchun bu yoq tarafda turadi, hech qanaqa xalaqit yo'q. Ha. Eshikka hech qanday xalaqit yo'q ekan. Eshikga qachasa bu yoq tarafdan qo'yiladi-da bu narsa. Shamol ham turaveradi. Ha, shamol bemalol o'tadi. Uni olib qo'yish shart emasdan, qishda ham shuni turadi xolos. Ha, chetda o'zi. Tili Bog'ot tuman Dehqon bozor qishlog'ida
Xudo xolasa. Telefon nomerim qoldirib berasizmi, telefon nomer? 97'lik 859 99 89 yana bir numaramiz 88'lik 606 57 87. 57 87. Ha, eşit aldığından var abi. Yani şundan bir. Yani şu nomerleri yani kime jaluzi yükünü mesela kızık bu adam olsa gerek bu adam olsa telefon arasında özlerimiz iş yurda yine. Europe'da baytıladı bir de Bilad Allah. Bazar zaydı yanında. Adı nişan bu öyle bana aldığında. Hazır açılgan yolu.